Ramazon keldi. Ramazon oddiy oy emas. Ramazon keldi. Yana bir sirli sukunat bu jahonda. Go'yo zamon o'zi ham birdam qoldi gumonda. Shoshqin qadam to'xtadi, o'yga toldi har bir dil. Inson nega yashar ekan, ne qoldirar ummonda. Tunlar uzun, fikrlar ham uzayganday terangdir. Yulduzlarga boqqan ko'zda bir savol bor, sir jamdir. Umr degan omonatni qanday tutdim qo'limda. Nega ba'zan ruhim chanqoq, qalbim nega g'aribdir. Ro'za ochlik emas asli, bu nafs bilan suhbatdir. Inson o'zin tinglay olsa, shuning o'zi davlatdir. Bir kun sabr qilgan yurak ming yil yashagandek go'yo. Chunki sabr vaqtni yenggan sokin bir qudratdir. Ey ro'za tutmagan inson, sen ham bir dam o'ylab ko'r. Qayga shoshding, nima topding, qay manzilga borar yo'l? Balki sen izlayotgan orom shu bir sukutdir. Balki qalbing kutgan ma'no bir saharga bog'liqdir. Iftor payti bir qultum suv, butun ne'mat qadriday. Bir burdanon, mehnat, sabr, shukurning timsoliday. Shunda anglar inson ba'zan baxt uzolmas yaqinligin. Qanoat bor joyda dunyo keng bir sahro misoliday. Inson buyuk, lekin uning buyukligi molida emas. Yuksakligi mansabida, shoni shuhrat shonida emas. Inson buyuk agar uning qalbi nurga to'la bo'lsa. Nur esa kelmas dilga, sabr va ixlossiz besabab emas. Ramazon keldi. Bu oy oylar ichida bir oy emas. Bu oy inson o'zin topar, o'zin anglar, o'zin sinash. Kimki bir bor qalbiga shu oy nurin jo qilsa gar, uning uchun har bir kun ham Ramazondir. Har bir on erur ibrat, har bir on baxtli yashash.